Kambodjada yozgi jazirama issiqlar tufayli sovutish uskunalariga bo'lgan talab keskin oshmoqda. Mahalliy bozorda ayniqsa Xitoyning konditsioner va portativ sovutish qurilmalari katta xaridorgirlikka erishmoqda. Savdogarlar ma'lum qilishicha, energiya tejamkorligi, tez sovutish imkoniyati va nisbatan arzon narxlar ushbu mahsulotlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirgan. Ba'zi qurilmalarga talab shunchalik yuqoriki, ular qisqa muddatda sotilib ketmoqda va yangi partiyalar Xitoydan olib kelinmoqda. Shu bilan birga ishlab chiqaruvchilar tezkor texnik xizmat ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yib, iste'molchilar ishonchini mustahkamlashga intilmoqda. Mutaxassislar fikricha, Kambodjadagi yuqori talab Xitoy brendlari uchun mamlakat bozoridagi mavqeini yanada kuchaytirish imkoniyatini yaratmoqda. Tailandning janubida joylashgan 1000 yillik tarixga ega Wat Phra Mahathat Varamahavihan majmuasi UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi arafasida turibdi. Nomzod UNESCOning Butunjahon merosi qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda va qaror iyul oyi oxirida e'lon qilinishi kutilmoqda. Agar ariza ma'qullansa, ushbu majmua Tailand janubidagi ilk, mamlakatdagi esa 6-madaniy Butunjahon merosi obyektiga aylanadi. Buddaviylikning muhim ziyoratgohlaridan biri sanalgan ibodatxona asrlar davomida Hindiston, Shri-Lanka, Indoneziya va Myanma me'morchilik an'analarini o'zida mujassam etgan noyob majmua sifatida e'tirof etiladi. Tailand rasmiylari esa qaror ijobiy bo'lgan taqdirda keng ko'lamli tantanalar o'tkazilishini ma'lum qildi.